Iste'dodli shoirlardan biri Usmon Azimovdir. U 1950-yili Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972-yilga kelib Toshkent davlat dorilfununini tugatgan. So'ngra sobiq Sovet armiyasi saflarida xizmat o'tagan. U dastavval jurnalist sifatida Respublika radiosida bir qator ro'znoma va oynomalarda, nashriyotlarda faoliyat ko'rsatgan. Usmon Azimov shoir sifatida 70-yillarda matbuotda ko'rina boshlagan. 1978-yilga kelib shoirning birinchi to'plami Insonni tushunish nomi bilan nashr bo'lgan. Eng muhimi, uning she'r va dostonlarida ona vatan ishqi, ona xalq tashvishlari, kelajak muammolari, goh zamonaviy mavzularda, goh tarixiy qiyosiy tarzda, goh folklor an'analari ruhida o'zining chuqur realistik ifodasini topadi. Ha, shoir o'zi haqida aytganidek, o'ynoq-o'ynoq, og'ir-og'ir oqmoqda umrim, goh ko'z yumib, goh ufqqa botmoqda umrim. Bor jonini sadqa aylab she'rga qo'shiqqa, siz yo'qotgan sururlarni topmoqda umrim. Mayakovskiy nomidagi Gruzin davlat mukofoti sovrindori hisoblanadi. Usmon Azim ijodiga qiziqsangiz, bizning axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.